Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun sizlar bilan birga yana bir ajoyib asar dunyosiga sayohat qilamiz. Do'stlar, bir savol. Oxirgi marta qachon shunchaki biror kitob do'koniga kirib, javonlar orasida adashib qolgansiz? Bilasizmi? Kitoblar biz o'ylaganchalik oddiy qog'oz va siyohdan iborat emas. Ularning har biri o'ziga xos bir dunyo, o'ziga xos tirik ruh. Bugun sizni aynan shunday fayzli bir olamga Seljuk Uzyurtning Kitobchi romani orqali sayohatga taklif qilmoqchiman. Tasavvur qiling, kichkinagina kitob sahifalari va vaqt hidi ufurib turgan do'kon va u yerning egasi. U shunchaki sotuvchi emas, u insonlar qalbini kitoblar tili bilan davolovchi bir shifokor. Uning do'koniga tashrif buyuruvchi har bir inson o'zining dardi, quvonchi va savollari bilan kiradi. Va bu kitobchi aynan kerakli asarni tavsiya etish orqali ularning hayotini qanday o'zgartirib yuborishini ko'rasiz. Asarning sehrli kuchi shundaki, u kitoblar shunchaki javondagi buyum emas, balki bizni tinglaydigan, bizga javob beradigan jonli hamrohlar ekanini isbotlab beradi. Har bir sahifa ortida kutilmagan taqdirlar, yashirin dardlar va nihoyat insonning o'zligiga qaytish yo'li yashiringan. Agar siz qalbingizga taskin beruvchi, o'qigan sari o'zingizni qaytadan kashf etadigan va har bir satrida samimiyat ufurib turadigan asarni izlayotgan bo'lsangiz, Kitobchi aynan siz kutgan kitobdir. Keling, kutubxonamizga tashrif buyuring, balki aynan shu kitob siz izlayotgan savollarga javob